Salom do'stlar, qaranglar, bugun bizlar ambaqdan qo'ng'izlar chiqadi. Fonardi yo'q. Fonar. Telefon qal. Kimniki? Uyga zaryadka. Hozir stopga qo'yib qo'yamiz 1 minut. Do'stlar, lekin bu juda ham qo'rqinchli. Mana bu cho'p bilan tiyinamiz. Mana bu qora narsa ko'rasizlarmi? Bu oddiy ho'l suvmi? Mana bu jarkaka bilan Qaranglar do'stlar. juda ham qo'rqinchli. Ko'rasizlarmi? Mana bu taraflarga qaraylik. Qo'rqinchli. Bir narsa qimillar. Abitkamiz men baqqa yotuvdim ko'rpaga. Bir qizil o'rgimcha mashaqlarga yuruvdi. Oxiri uni o'ldiruvdi. Ko'rsatmoqchi edi. Lekin tashlab yubordi o'ligini. Ko'rasizlarmi, qanday qo'rqinchli. Mana qo'y. Shunday qilib endi boshqa joylarga ham qaraylik. Yana aytgancha bu joyga boya tarakan chiquvdi. Menimcha o'ylayman tarakan mana shu bo'lsa kerak. Mana shu tarakan bo'lsa kerak. Juda ham qo'rqinchli bilan. O'chibdi be. Hozir bu ishlabdir. Yaxshilab ishla. Bu mana ishlasha hozir. To'xta. Voy olmasam. Hamma narsa mana shu yoqdan chiqar deb o'ylayman men. Tutib tur. Ana Do'stlar, bo'pti. Va bu yerdan hamma narsa chiqadi. Hozir chayon chiqib ketadi bag'dan sal qo'sa. Chayon chiqmasa xudo asrasin uni. Ashula olib tashlasa bo'ldi. Ash xaltalar. Ularni ololmadik. Ana tutaylik. Aqa turibdi bittasi baqqa kirib ketgan. Hozir olamiz. Qochib ketadi. Bir boshqa cho'pni olaylik. Mana bu cho'p bo'lsa kerak. Olamiz bu bilan. Bir narsa qimillar. Bir narsa davush chiqdi. Mayli, mana shu videoga hech bo'lmasa 5 ta like bosinglar. Bu safargi mana 5 ta like bosinglar hech bo'lmasa bu video ikkinchi qismi tayyorlaymiz.